Do'stlar, hammalarga salom. Yangi yil bilan hammalarni tabriklayman. 2026-yilda birinchi videomiz va mehmon Huzur dunyo. Ради Киргизстана И забивает Ради! Huzur dunyo. Radio yangi yil. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda juda qiziqarli challengelar bo'ladi. 3 ta etapli. Men radionikiga qarshi. Juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Bitasizmi aka? 100%. So'z. Ishga kelganman, endi ko'ramiz. Bo'ladi, men o'ylayman. Ko'proq udarni bo'lsa, ko'proq gol ko'radi va shou bo'ladi deb o'ylayman. Do'stlar, va endi biz sekin challengelarga o'tishni boshlaymiz. Ketdik. Birinchi challenge tushunganinglarda long shot bo'ladi. 3 tadan imkoniyat. 3 tadan nechta urasiz aka? Ko'ramiz, 3 tadan 3 ta. Ko'ramiz, Oy. Kim birinchi boshlashiga? Legendarni. Vallahi 3 ta udarim bor, hozir maksimalni o'rgish kelaman и ko'ramiz. Hozir sal sovuq endi ko'ramiz. Mana birinchi gol ko'rdinglar. Juda chiroyli gol bo'ldi. Ikkita ko'p qoldi. Storyga paylash kerak. Do'stlar, endi ikkinchi imkoniyatlari. Nima gadachko? SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. Oxirgi skrovmadi, lekin normal. Endi muhassisga ko'ramiz. Do'stlar, birinchi udar 2026 da gol urish kerak. Vallahi yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Men muhassisda kanalda chiqdim. Taklif qildi, endi ko'ramiz muhassisga. Yaxshi. Chetiga borsa gol-da-yu. Chetiga borish kerak. Ala vazinga qilaman o'shanga teg'oyim. Vartar bor ekan-ku, marhamat. Qarab turardi hozir. Qilib oldi, mana birinchi raund tugadi va hozir ikkinchi raund. Maksimalni ko'proq urish kerak, maksimalni chiroyli gol urish kerak va atrif qilish kerak. I rock like pebble, jump free and sheet. You hear this beat? Coming like heavy. To'g'ri, 0 pakashdi. Mana vallahi 3 tadan 3 ta urdim. Общий счет 5-0. Muhassik urish menga yetib olish uchun maksimalni ko'p urish kerak, bo'lmasa yeta olmaydi o'zi. Qiyin bo'ladi. Spokойно, vali, atirdi do'stlar. Bitta bor faqat. Endi keyingi challenge-ga o'tamiz va bu nakatdan gol urish bo'ladi. Xullas, hozir ikkinchi challenge bizada. Menga pas beradi va tepaman. 5 tadan endi hozir maksimalni uraman va ko'ramiz bu gollardan nima chiqadi. Voy. Hozir aytayotgandim-da. Fazandga teforsam nima bo'ladi deb. Yaxshi ko'pda ketmadi. Bitta bor, chiroyli gol bor bitta. 6-1. Endi muhassisga ko'ramiz. 5 tadan 5 ta ursa, bilmadim. Uzr do'raman. Pauza cel do'stlar, hozir 2 ta ursa o'sha atrif kamaydi. Penaltida может o'sha azzakamda bir qanaqadir Kasilis siritsa qilib, uni penaltilarni atib qilardi. Nechta tepdi? 3 ta tepdimi? Aytsa oxirgi ikkita do'stlar.
Do'stlar, esingizda bo'lsa, Kurtoq xuddi shunaqa seyv qilgan Neymar udariga. Ko'rasizlar, o'shaning uchun meni oxirgida. Oy, gol bor. Stabilni bitta gol bor. Har bitta chelingda muhashdan. Stabilni bitta gol bor do'stlar va hozir endi do'stlar penaltiga o'tamiz. Penalti men uchun bu как страшный sonday bo'lib qolgan. Ну что, do'stlar? Поехали, penalti. Birinchi Radikaga boshlaydilar. Penalti o'pchi shot 6-2. Hozir ikkita ursam, уже досрочный победа bo'ladi. Endi ko'proq golga o'ynaydi. Qilib. Hayotimda aniqmaganman xatoni. Nima qilyapman, bilat? Sal qoldi. Bo'ldi, vallahi. Endi ikkita xato bo'lib qoldi, endi mayli bo'laveradi. Hozir bu xasika ko'ramiz endi. Ko'rganinglarda video juda zo'r bo'ldi, kelganingizga katta rahmat. Muhassik. Azza 2008 prime bo'ldi bu. Vashe nerealniy sayflar qildilar. Admanlarimga. Shuning uchun do'stlar, necha ming likedan keyin revansh aka? 5000 ta. 5000 ta like, davay. 5000 ta like do'stlar, revansh bo'ladi. O'sha kattaroq stadionda kattaroq o'yladi va boshqacha muhassik bilan. Hozir 77 kiloman, ungacha уже ozgina oz emas sizlar uchun. To'g'rimi aka? Ha, lekin bugun juda zo'r bo'ldi, menga yoqdi. Bari tarazi. Bilmadim, ITV Cupda cho'ta turmadi bizga qarshi. Agar turganda может ko'p shunaqa gol urmasdi, lekin bugun juda chiroyli challenge bo'ldi. Menga ham o'zim yoqdi. Xudo xolisa mana 3-yanvar kuni olamiz, 4-yanvar kuni sizlar bu videoni ko'rasizlar. Albatta, like, podpiska sizlardan chiqmasam, sizlar bilan muhassik, Radio Yangirov, Azza, hammaga rahmat. Stop do'stlar. Video hali tugagani yo'q. Radikaga do'st podarka bor ekan menga. Do'stlar, o'sha kelyaptilar, realniy qiziq bo'lib ketyapti nimaligi o'z podarka. Do'stlar, Radikaga nima sovg'a qilganlarini meni Telegram kanalimda ko'rsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga xayr.